Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Ramazon bayrami munosabati bilan barcha ayollarimizni, qizlarimizni xursand qilish maqsadida 31-martga qadar ayrim top protseduralarimga skidka e'lon qildim. Shu qatorida qo'sh biorastushovka qo'shlarni atiga 300 ming so'mdan qilib beraman. Peshana, ko'z atrofi, burun usti ajinlarni ketkazib berish muolajasini atiga 600 ming so'mga qilib beraman. 0,5 ml filler bilan labni ozgina ishirmasdan shunchaki ob'yom berib ajinlarni ketkazib berish muolajasini atiga 350 ming so'mga qilib beraman. Yuz chistkasi, 7 etapli yuz chistkasini atiga 350 ming so'mdan qilib beraman. 7 etapli yuz chistkasining ichiga oqartiruvchi maska kiradi, yuzni namlantiruvchi maska kiradi, все сезоны peeling kiradi hamda kelganingizda oxirgi maskamni sovg'a qilib aytaman. Kimda kim muolajalarga 8-martga berilgan skidkalarga ulgurmay qolgan bo'lsa, qizlarjonlar xafa bo'lib ketgan ayollarimiz nechta bo'ldi ulgurmaganlardan sizlarni mana shu 31-martga qadar davom etadigan skidkali muolajalarga taklif qilib qolaman. Sizlarni yaxshi ko'rib qoluvchi Zamira kosmetologingiz. Eng kulminatsion joyini aytishim kerak. E'lon qilgan skidkalarimizda ko'p xotin qizlarimizdan savollar kelib tushdi. Qanday bunaqa skidka e'lon qilishingiz mumkin? Preparatlaringiz anaqa poddelkami, yaxshisidan emasmi deb to'g'risini aytamiz. Preparatlarimiz hammasi original, poddelka emas. Maqsadimiz faqat Ramazon oyida ko'pchilikni xursand qilib duosini olish. Sizlarni yaxshi ko'rib qoluvchi Zamira kosmetologingiz.